Qani ketdik. Do'stlar, biz hozir bog'lovchilar, ya'ni shu kungacha sodda gaplarni bir-biriga tuzib, gaplar tuzishni o'rgandik. Sodda gaplarni tuzdik, darajasini B1 dedik, B2 dedik, C1 darajaga ham bordik. Daji kezi keldi C2 leveldagi gaplarni ham tuzdik. Endi esa do'stlar yana ham addushi bo'lgan yuqori darajadagi gaplarni tuzamiz. If degani agar degani. Bu narsani hamma ko'rgan, biladi. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, do'stlar, buni o'zini ishlatilish formulasi bor. If'li qismda har doim do'stlar biz present simple ni ishlatishimiz kerak. Present simple va undan keyin virgul keladi. Virguldan keyin yana bitta gap keladi. O'sha gap future simple da bo'ladi. Bo'ldi. Mana shu formulada ishlatmasak do'stlar, bu biz uchun fojia bo'ladi agar biz formulaga bo'ysunmaydigan bo'lsak. Xo'p, tushunarli. Endi qaranglar, mana gap tuzib ko'rsataymen. Mana if Aziza comes, I will go. Marhamat, mana shuni tarjimasini aytinglar. Mana shu gapni tarjimasini menga aytinglar-da. Nima deydi? 10 sekund orqadaman. Nima bunaqa so'raymanlar deb ko'r. Hay yashang. Bobur rahmat addushi. Tarjimasini aytib yuboringlar do'stlar. Aziza kelsa agar Aziza kelsa men boraman. Yashanglar. Do'stlar, hozirgi yozgan gapimizni darajasi B1 levelda. Biz mana shunaqangi formulani ishlatsak, o'z-o'zidan gapimiz B1 daraja bo'ladi. B1 daraja. Bu gapni biz o'zgartirib ham aytsak bo'ladi. Birinchi I will go if Aziza comes. Mana shunaqa aytsak ham bo'laveradi. Farqi yo'q. U ham o'sha B2 daraja. B1 daraja. Mana daraja o'zgarmaydi. Gapda ma'nosi ham o'zgarmaydi. Shu turish bo'laveradi. Hech qanday xatosi yo'q. Lekin bittagina farqi bor. Topinglarchi, nima farq bo'lyapti? Bittagina farqi nimada bo'lyapti? Ya. Nima deyapti? Ibi daraja B1 dedim. Ikkalasi bir xil daraja dedim. Voy o'lmasam. Voy men nima qilib qo'ydim? Voy nimalar qilib qo'ydim? Men sevgimni o'ldirib qo'ydim. Nima qilib qo'ydim aytinglar. Men sevgimni o'ldirib qo'ydim. Yashanglar, virgulda farq qilyapti, virgulda. Ana endi sizlarga bitta gap aytaman. O'sha gapni ikki xil yo'l bilan yozib berasizlar. O'sha sizlar aytadigan gap albatta B1 daraja bo'ladi. Formula mana sariqda belgilangan. Sariqda formulani yozib qo'ydim. Marhamat yozib berasizlar. Agar meni pulim bo'lsa, agar menda pul bor bo'lsa, agar menda ko'p pul bo'lsa, men iPhone 17 sotib olaman. Agar menda ko'p pul bo'lsa, iPhone 17 sotib olaman. Marhamat. Davay. Davay. Kim birinchi yozarkan? Bir-biridan ko'chiradi. Mana men ham yozaman endi, men ham. If I have got
A lot of money. Agar meni ko'p pulim bo'lsa, I will buy an iPhone 17. Mana, marhamat, to'g'ri bajarganlar bo'lsa qo'l ko'tarsin. To'g'ri bajarganlar bo'lsa, buni boshqacha yo'l bilan aytsa ham bo'ladi. I will buy an iPhone if I have got a lot of money. Mana do'stlar. Ikki xil yo'lda yozdim, baribir B1 daraja. Men yozgan gap baribir B1 daraja. Chat qayerda bo'lyapti deydi. O'zi yozyapmi shu yerga? O'zi yozib turib so'rayapti. Chat qayerda bo'lyapti deydi. 70, 75. Ana endi tushuntiraman endi. Do'stlar oramizda bir xillar I have ni o'zini ishlatdi. To'g'ri, I have got bilan ikkalasi bir xil, xato hisoblanmaydi. Keyin bir xillar much money ni ishlatdi, much money ni. Bir xillar more money dedi. Mana. Do'stlar, bu bilan men aytayotgan a lot of money bir xil. Lekin men nimaga ko'proq variantini tanladim? Do'stlar, chunki men tanlaganimda so'zlar soni mana nechta bo'lib ketyapti? Ikkita so'zga ko'payyapti. Ya'ni sizlarda bitta so'z kam, menda bitta so'z ko'p. Ana endi much money, more money deganlar. Menda nechta so'z ko'p? Sizlardan har taraflama so'zlar sonida ham ustun bo'lyapman. Writingda nima muhim? Ko'proq yozishimiz kerak. So'zlar soni ham ko'proq bo'lish kerak. Mazzami? Mazzami do'stlar, tushunib oldilaringmi? Mazzami? Mazzada. Yo'q, Nilufar unaqa narsa yo'q, bo'lmaydi. Nilufar o'chirib tashlang. U bo'lmagan narsa, Qashqadaryo Nilufar. Aha. Yaxshi. Do'stlar, davom etaman. Formulani bildilaring va sizlar qo'rqmasdan gap tuza oladigan bo'lyapsizlar. To'g'ri, B1 daraja B1 u, lekin mayli, B1 bo'lsa ham muhimi sen mustaqil, tiem bo'li murakkab gap yozyapsan, murakkab gap. Do'stlar, murakkab gap va vaholanki shuncha murakkab bo'lsa ham bu B1 daraja. Darajasi B2 emas yoki C1 emas. Ana shu narsani, mana shu formulani senga offline o'quv markazida, offline holatda bilmadim, doston qilib tushuntirgan. Doston qilib 5-6 varaq bir nimalar yozdirib tashlagan. Yana sizlarga ustiga ustak bosh gap, ergash gap, qo'shma gap, to'ldiruvchi gap degan. To'g'rimi yo'qmi? Tan olasizlarmi yo'qmi? Tan olinglar. Tan olish kerak-da. Mana dars. Yashanglar. Bo'ldi, davom etaman endi. Do'stlar, xuddi shu formulani biz o'zgartiramiz. Ya'ni ifli qism, mana ifli qism plus o'sha present simple da turibdi. Present simple ligicha turibdi mana. Virgulni qo'yaman. Lekin bu yoqqa men buyruq gap deb yozaman. Do'stlar, buyruq gap. Mana shunaqa formula ham bor. Do'stlar, ingliz tilida mana shunaqa formula ham bor.
Bu ham baribir B1 daraja. B1 daraja bu ham. Mana ko'kdagi formulani aytyapman, ko'kdagi. Endi gap tuzib ko'rsatay. Xo'p, if Annabonu. Xo'p, please tell me. Mana do'stlar, tarjima qilinglarchi. Tarjimasi nima bo'ladi? Marhamat, bu gapni tarjimasini aytinglar. Agar Annabonu tennis o'ynasa, menga ayt. Menga ayt deyapman. Bunda ham do'stlar farqi yo'q. Ya'ni biz buyruq gaplar bilan boshlashimiz ham mumkin. Tell me if Annabonu please tennis. Mana bir xil xato hisoblanmaydi. Umuman xato emas. Bir narsa ikkalasi. Daraja B1. Daraja B1 deb buyurilgan. Endi gap aytaman, sizlar yozib berishlaring kerak bo'ladi. Ikki xil yo'ldan o'sha bog'lovchini birinchiga qo'yib, bog'lovchini gapni o'rtasiga qo'yib. Virgul ahamiyatga ega. Men sizlar ko'p bor aytaman, writingda tinish belgilar ahamiyatga ega. Sizlarni tinish belgilar do'stlar. Tinish belgilar sizlarni yaxshi ballardan quruq qoldirishi mumkin. Yaxshi ballardan ayirishi mumkin sizlarda. O'shaning uchun ehtiyot bo'lish kerak tinish belgilarga. Ahamiyat beringlar. Endi o'ynashmanglar u nuqta, virgul, sudan o'sha tinish belgilar bilan. E'tiborli bo'linglar. Agar men Toshkentga borsam, yo'q, mana qana, men emas, qana. Agar sen Toshkentga borsang, menga telefon qil. Agar sen Toshkentga borsang, menga telefon qil. Agar sen Toshkentga borsang, menga telefon qil. Birinchidan Toshkent katta harf bilan yoziladi. Bu atoqli ot. O'shaning uchun ehtiyot bo'ling. Orani salgina oching, iltimos. Joy chegaralanmagan. Nima qiyinmi? Sizlarda agorot qimmatmi, Maftuna? Bir sotix nech pul turadi? 20 million, 30 million, 50 million qancha? Shunchalik qimmatmi deymanda, orada joy ajratishni ham bilmayapsiz. Xo'p, marhamat, mana bir kishining javobini kopiya qilib olyapman. If you go to Tashkent, call me. Odatda unda belgisi qo'ysak chiroyli chiqadi. Keyingisida call me if you go to Tashkent. Do'stlar, bu yerda mana qaranglar, virgulga e'tibor beringlar. Qachon virgul bo'layapti? Shtobi gapni boshida o'sha biz bilgan o'sha bog'lovchi kelsa. Agar gapni o'rtasida bog'lovchi kelsa, hech qanday qiyinchilik yo'q. Mana Toshkent so'zi katta harfda yoziladi. Va u Tashkent tarzda yoziladi. Nahotki shuni bilmasalaring. Shuni ham bilmaydiganlar bor, Shuni ham bilmaydiganlar bor. Yana Shohjahon, go katta harfda yozilmaydi, fe'lu. Qanday qilib fe'lni katta harfda yozyapsiz? Qashqadaryo, Shohjahon, unaqa emas endi. Hattoki virgul qo'ymagan nomard, virgul shuncha gapdan keyin aytinglar, nima meni aybim nima? Shuncha gapdan keyin virgul qo'ymasdan simbolik kolni katta harfda yozib qo'ygan.
E'tiborli bo'linglar. Do'stlar, mana call me dan ko'ra phone me varianti ham yaxshiroq. Yaxshiroq do'stlar. Nimaga deganda, bu A2 leveldagi. Bu A2 level. Do'stlar. Bu esa phone me B1 levelda. Bizga baribir darajasi yuqoriroq kerak. Yetib boryaptimi? Yetib boryapti. Hamma tushunyaptimi? Tushunyapti. Yo, will ham qo'ysa bo'ladimi deyapti. Men hozir ikkinchi formulani tushuntiryapman, Dilshod. Ikkinchi formulani tushuntiryapman. Ko'k yozuvdagi formulani, ko'kda belgilagan formulani tushuntiryapman men. Iltimos qilaman, xato yozgan bo'lsang, to'g'rila, mana ekranga qarab men yozyapman. Men to'g'ri yoz variantini tashlayapman men. Iltimos qilaman. Kimdir ulanmasligi kerak-ku, kimdir ulanolmay qolib ketishi kerak, Rustam. Ayb menda emas, ayb bu yerdagi o'quvchilarda emas, ayb faqat o'zingizda va o'zingizning atrofingizdagi internetda. Davom etaymi? Do'stlar, davom etaymi? Yaxshi davom eting deyapti. Yashanglar. Do'stlar, endi qaranglar, men shu formulani yana o'zgartiraman. Mana shu sizlar bilgan ifni, mana qaranglar. Ifli qism present simple da keladi. Mana present simple da kelyapti. Lekin bu tarafi virguldan keyingi qism do'stlar present simple bo'lishi ham mumkin. Ya'ni present simple ga present simple formulasi ham bor. Mana buni endi yashilda belgilayman mana. Yashil formulaga e'tibor beringlar. Present simple ga present simple. Gap tuzib ko'rsataman. Gap tuzaman. Xo'p. If my mother goes to the picnic, she cooks. Tasavvur qilaylik, masalan deyapman-da, masalan mana. Marhamat, tarjima qilinglar-chi. Tarjima qilinglar-chi. Tarjimasi. Agar oyim piknikka, oyim deydi u, oyijon. Alam qiladigan joyi bor-ku, meni deydi bu guruhga qo'shmagan ekansiz deyapti bir kishi. Lichkamga yozyapti. Siz deydi meni writing markga qo'shmagan ekansiz deydi. Va nomard zayavka tashlasang qo'shamanmi? To'g'rimi? Link ustiga bosib qo'ysa men keyin qo'shamanmi? Ey yashanglar. Endi bitta gap aytaman. O'sha gapni o'zlaring yozib berishlaring kerak. Xo'p. Agar men futbol o'ynasam, men har kuni gol uraman. Men agar futbol o'ynasam, men har kuni gol uraman. Har kuni gol uraman men. Har kuni futbol o'ynasam, har kuni gol uraman degan gap bilan bir xilda endi. Abduvahob, darslarga yana jonli qaytganing bilan tabriklayman. Abdushi, men seni ko'rdim. Men seni eslab qoldim, Abduvahob.
Adushi. If I play football, I score a goal. A goal every day. Mana, qaranglar, to'g'rilanglar. Qaranglar, to'g'rilanglar. To'g'rilanglar. Kamchiligini to'g'rilanglar. Gol so'zini to'g'ri yozing. Hadicha Surxondaryo uyat bo'ladi-ya. Uyat bo'ladi Hadicha. Gol so'zini to'g'ri yozing. Gol so'zini oldiga nima turganligini ham qaranglar. Ekranga qarab bilasizlar, ekranga. Ekranga qarab bilasizlar. If I play football. Voy молодец. Voy молодцы. Voy aylanib ket. Ey Dilfuza Surxondaryo. Gol so'zini to'g'ri yozing va gol so'zini oldi. Ey Zebunisa Xorazm. Iltimos ekranga qaranglar. Mana peshonalaringga yozaman men. Peshonalaringga katta qilib ko'rsataman mana. Mana yashil rang bilan ko'rsatyapman mana. To'g'ri yoz, to'g'rila xatoyingni. Barakalla. Yaxshi. Молодцы. Endi do'stlar, endi sizlar mendan B2 darajasini so'ramaysizlarmi? Mendan B2 darajadagini ayting teacher demaysizlarmi? Ayting deb so'ranglar-da mendan-ya. Mendan so'rasalaring aytamanmi? B2 darajasi qani? Topib bering bizga B2 darajasini demaysizlarmi? Diqqat bilan ekranga qaranglar. Do'stlar, hozirgi yozgan mana shu 3 ta formula, uchalasi ham daraja nima edi? Daraja B1 levelda edi. Hamma bildi mana shu formulani, B1 ligini. Lekin men sizlarga hozir B2 darajadagi formulasini aytaman. Bunda yana if kerak bo'ladi. Do'stlar, shunchaki present simple ni o'rniga men present perfect qo'yaman. Bo'ldi do'stlar, virgul, u yog'i o'sha. U yog'i yana tepadagi future simple, buyruq gap, present simple bo'ldi. Joy-joyida turadi, lekin bu formula B2 level. Mazzami? Qanday? Juda osonmi? Osongina qilib tushuntiryapmanmi? Maydalab tashab, birdaniga tars aytyapmanmi? Osongina. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Qayerdan kelyapman men? Qayerdan kelyapman do'stlar? Avval B1 darajani, keyin B2 darajani tushuntiryapman. Shtobi sen bor-ku, writingda ham, speakingda ham addushi qiynalmaydigan bo'lib, ishlatishni bilasan. Muhimi amalda gap tuzishni bilasan, muhimi. Gap aytaman, do'stlar. Shunchaki formula mana sizlarning oldilaringda tayyor. B2 darajadagi gapni yozib berishlaring kerak. Xo'p. Agar tog'am kelsa, bozorlik qilaman. Agar tog'am kelsa, men ertaga bozorlik qilaman. Duzi shopping degani bozor o'char qilmoq. Duzi shopping degani bozorlik qilmoq. Mana. Agar tog'am kelsa, men ertaga bozorlik qilaman degan gapni B2 darajada yozib berishlaring kerak. Alam qilsin, alam. Yeah. Voy. Abduvohab ikki tarafingda ham xato. Ikkita tarafda ham xato. O'chir birov ko'rmasin. Ikki tarafda ham xato bor. Abduvohab, Andijonlik Abduvohab. Ana. Qani kimlar to'g'ri yozadi?
Wow, sevinch. Sevinch. Yomon siz. Sevinch yomon. Medik. Hop. Doktorlarimiz omon bo'lsin. Doktorlarimiz omon bo'lsin. Mana do'stlar, mana B2 darajadagi gap. B2 darajadagi gap do'stlar, mana. If my uncle has come, I will do the shopping tomorrow. Ey yashasin. Gulasil, Qoraqalpog'iston, to'g'ri, tomorrow so'zi qolib ketibdi. Tomorrow so'zini yozib qo'ysalaring, joyiga tushib ketadi. Ay yashanglar. Gap yo'q. Qani qolganlar. Do'stlar, nechta odam darsga qatnashyapti? Menga shuni aytinglar-da. Necha kishi darsga qatnashyapti? ta odam qatnashyapti, lekin o'sha 59 tadan 59 ta ham atvet kelmayapti. Ya'ni men savol berganda 59 ta odam javob yozilmayapti. Nagili. Men uni bilib o'tiribman. Shtobi 20 ta odam, yo 20 ta ham emas. 15 ta odam aktiv. To'g'rimi yo'qmi? Qo'shilasizlarmi? 15 talar odam aktiv darsda qatnashyapti. Qolgan so'taklar nimaga tomosha qilib o'tiribdi? Nimani kutyapti ular? So'ta qo'zi, Pocahontaslar. Nimani kutyapti ular? So'taklar. Yozmaydi, tomosha qilib o'tiradi. So'tak. Xo'p, malatski. Endi mana shu gapni o'zgartirib berasizlarmi, do'stlar? Qanday qilib o'zgartirsa bo'ladi joyini? Joyini daraja B2 ligicha turaveradi, lekin joyi o'zgarish kerak. Nima o'zgaradi? Qanday bo'ladi? Menga bir tushuntirib beringlar. Mizmi deb so'ramang, iltimos so'ramang. Eyvoh, nimalar qilib qo'ydim. So'ramang, iltimos so'ramang. Undan ko'ra yozing. I will do the shopping tomorrow if my uncle has come. To'g'ri. Shoiraxona Farg'ona, rahmat. Jasurbek Sirdaryo, Addushi, Nilufar Qashqadaryo, Sevinch Surxondaryo. Sevinch, nechinchi kurs? Termizdami? O'qish qayerda? Nechinchi kurs tibbiyotda? Klara Qashqadaryo, yashang. 2-kurs Toshkentda. Surxondaryoni qayerdansiz? Angor. Sho'rchini bilasizmi o'zi? Sho'rchi degan tuman borligini. Darslarim yoqayaptimi sizga? Ma'qul kelyaptimi? Do'stlar, men bekorga qayta yozdirmayman-da. Qaranglar, oson narsa, bilib o'tiribdi hamma, lekin nimaga yozdiryapman men, bilasizlarmi? Qonlaringgacha singib ketadi, ishon. Qoninggacha singib ketadi. Men maqsadim ham shu. Maqsadim amalda ishlatishni bilish, amalda ishlatishni o'rgatish, amalda qo'llashni o'rgatish meni maqsadim. Bo'ldi, voy malades, voy dahshat. Hamma tushunayotganiga xursandman. Zo'r, lekin
Chotki lekin. Endi do'stlar, e'tibor beringlar. E'tibor beringlar. Hozirgi yozgan oddiy shu gaplarimizni, o'sha B1 darajadagi gapni yana bitta yo'li bor, B2 darajaga aylantirishni. Aytaymi, aytmaymi uni? B2 darajaga olib chiqishda bitta yo'li bor. Aytsammikin, aytmasammikin? Bilmasam endi, bilmay xijolat bo'lyapti odam. Ey yasha. Aytsammikin, aytmasammikin xijolat bo'lyapman-da, xijolat bo'lyapman. Ozgina uyalyapman hamda. Ozgina uyalib ham turibman-da. Aytaman bo'lmasa aytaman. Do'stlar, shu tepani o'ziga yozay. Qaranglar, mana shu joyda hammasi joy-joyida qolyapti. Qaranglar, ifli qism subject keladi, plus should modal fe'li keladi. Endi modal fe'ldan keyin har doim fe'lni birinchi shakli keladi-ku. Bu yog'i o'sha, ya'ni future simple buyruqga present simple'ligicha bu yog'i kelaveradi. Bu yog'i o'sha. Lekin bu tarafida should modal fe'li kelyapti. Bu esa do'stlar B2 level degani. Qanday? Mazzami? Osonginami? Chotkimi? Yo'q, qisqagina, lo'ndagina yuragini o'tyapman-ku, harakat qilyapman-ku men o'tishga. Xo'p, bunaqa gap endi aytamiz, do'stlar. Men agar men bugun erta uxlasam, nima qilaman? Ertalab kiyimlarni dazmollayman. Agar men bugun erta uxlasam, ertalab kiyimlarni dazmollayman. Agar men bugun erta uxlasam, ertaga ertalab kiyimlarni utuklayman. Ertaga. Uning uchun bugun erta uxlasam. Hop. Marhamat, men endi shunga qarab yozaman yozyapman mana. If I should sleep early bugun, today, I will do the ironing. Biz shuni ichida ketadi, kiyim tuklash. Do the ironing tomorrow morning. Mana do'stlar, mana. Qalay bo'ldi? Oson, qulay,
Hech kim qiynalmayapti. To'g'rilab olish imkoniyatlari bor, muammo yo'q. Ey yashanglar. Yashanglar, yashanglar. Ana B2ga ikki xil yo'l bilan olib chiqish mumkinligini bildik. B2ga. Bittasi mana shu formula. Bittasi mana shu formula va bittasi mana shu formula. Shu ikkita formula orqali biz gaplarni, oddiy B1 darajadagi gaplarni B2ga olib chiqyapmizmi? Demak, hamma tushunyaptimi? Hammasi joyida degan. Virgul qani, Habibulloh Samarqand. Virgul qani, ko'pchilikda virgul yo'q. Laylo Surxondaryo. Qani virgul? Qani? Yo, yana qaytaraman. Iltimos qilaman. Tinish belgilar, do'stlar, writingda ahamiyatga ega. Qaytaraman. Sen oddiy mana shu nuqta virgul tinish belgilar orqali xato qilishing evaziga writingdan yaxshi ballardan qurib qolasan deb men bugun aytdimmi, aytmadimmi? Ha, men bir yarim soat oldin aytdimmi, aytmadimmi shu gapni? Yo, men nagli qiladi bular. Nagli izdivasiya qiladi. Yo'q deydi, men deydi nagli qilaman, qarochi deydi. Nagli siz aytganni qilmayman men deydi. Men xato qilishni yaxshi ko'raman deydi. Odatda men xato qilib mazza qilaman deydi. Nima edi deydi? Nima o'zim xohishim, o'zimni xohishim. Siz aralashmang meni hayotimga. Aralashmang siz. O'zim xato qilgim keldi, qilaman. Nimaga? Deyapti-da, xuddi shunaqa deyapti-da menga, kak shunaqa yetib kelyapti-da menga. 60 ta odamdan 60 ta odam yozganda edi, bu yerda hamma natija qilardi. Lekin imtihonda ham o'sha 60 tadan 60 ta natija qilmaydi. Mana yerdagi 15 ta, 16 ta odam qatnashyaptimi? Shular natija qiladi. Qolgan qushtirnoq ichidagi so'taqo'zi Pocahontaslar yuraveradi shular. Yuraveradi. Men aprelga topshiraman, yo'q men mayga topshiraman, yo'q men keyingi yil topshiraman deb. Xo'p, do'stlar. Endi gap bundoq. Bilaman, jigar. Sen meni oldimga B1ni cho'tga o'rganding oldimda, to'g'ri. B2ni ham o'rganding. Lekin sizlar mendan endi nimani xohlayapsizlar? Mendan endi nimani xohlaysizlar? Voy aylanib ketay o'zim. Voy. Aha, hey. Yaxshi. Unday bo'lsa aytaman, do'stlar. Mana shu if bor-ku, mana agar degan ifni biz buni o'rniga, do'stlar, as long as ni ishlatsak bo'ladi. Do'stlar, as long as ni ishlatsak bo'ladi. Buni o'rniga do'stlar providing z ni ishlatsa bo'ladi. Do'stlar, buni o'rniga provided z ni ishlatsa bo'ladi do'stlar. Buni o'rniga on condition z ni ishlatsa bo'ladi do'stlar. Men bu yerda yozmasam qaranglar mana. As long as providing z, provided z, on condition z. Ana bo'lsa sizlarga bo'lsin. But only if. Mana shularni ishlatish mumkin. Bularning darajasi, do'stlar, mana nima edi? Mana
B1 midi? Ha, yo'q, bu B1 va B2 desak to'g'ri bo'ladimi? Tushunadimi hamma? Chunki ba'zi holatlarda B2 ga ham olib chiqdik. Menimcha tushunadi hamma. Ana shuni nima bo'layotganligini menimcha tushunsa kerak. Chunki odatda B1 edi, keyin uni bir ikkita vaziyatlarda B2 ga olib chiqdik-ku, ifni o'zini. Ifni o'zini. Hamma bilib turibdi, o'shaning uchun B1 hamda B2 level deb qo'ydim. Tushunyaptimi hamma? Yashanglar. Ana endi men buni bu yog'ini C1 daraja deyman. Mana bo'lmasa. Mana sizlarga C1 daraja kerakmidi? Hammasini tarjimasi agar degani. Hammasini tarjimasi agar degani. Do'stlar, ko'rinishi qaysi biri yoqib qoldi sizlarga? Aytinglar, qaysi birini yaxshi ko'rib qoldilaring? Qaysi birini sevib qoldilaring? Tanlanglar, kim qaysi birini sevib qoldi? Wow, Abduvohab, sen ham bilasan. Foydasi yo'q lekin. Boyga qiziqma. On condition Z boyda u. Boyga qiziqma. Wow, zebunuso as long as. Bilasiz, siz ham bilasiz. Aziza Navoiy, siz ham bilasiz, ha? Xo'p, do'stlar, bularni daraja C1, lekin ko'rinishi ba'zan as long as, so long as bo'lib ham ishlatiladi. Ko'rinishi, shunchaki ko'rinishi. Hech qanday farqi yo'q. Farqi yo'q. Prosta tak ko'rinishini aytyapman. Ya'ni xohla as long as, xohla so long as deb ishlatishing mumkin. Farqi yo'q buni. Farqi yo'q, xato hisoblanmaydi. Xato hisoblanmaydi. Shunchaki o'zing ixtiyoring. Providing Z ni do'stlar, agar xohlasang providing deb ishlatishing mumkin. Ya'ni Z ni tashlab ketsang ham bo'ladi. Z ni tashlab ketish ham mumkin. Hatto provided deb ishlatish ham mumkin. Mana. Bunga nima deysan? Bunga nima deysan? Mazzami mazza? On condition Z da do'stlar. On condition deb o'zini ishlat. Imtihondagilar mazasi qochib qolsin, Examinerlarning mazasi qochib qolib, voy dod, senga kim o'tgan, Kim senga dars o'tgan o'zi tushunmadim men. Voy, bir ikki kishidan so'rab oldidagi sheriklardan qara, mana writingni tekshirayotgandim. Mana u narsa bormi, to'g'rimi o'zi? Xato emasmi bu deydi, bir-biridan so'rab qoladi. Keyin shunday bitta ikkitasi qaraydida, internet bir joylarda izlaydida, yana bir ikkita kattalardan so'raydida, haqiqatan ham bu bor narsa deydi. Bu bor narsa deydi, bu to'g'ri yozgan deydi. Bu kim ekan deydi. Keyin birdan sizlarda nima deydi, aloqaga chiqadi. Nomerlaringni ba'zida bor-ku, telefon qilib, qarochi deydi, Nigora Qashqadaryo deydi. Sen deydi o'zi kimda o'qigansan? Qayerdan olding bu formulani deydi. Sen qanaqa qilib writingda bunaqangi vahshiylarcha yozding deydi. Aytgin, kimda o'qigansan deb qoladi, xudo xohlasa. Mana shunaqa. Mana shunaqa. But only if, do'stlar, but only if. But tushib qolib only if bo'lishi mumkin. Bemalol, bexijolat ishlatib ketaver. Farqi yo'q, o'zingga xohishing. Xudo xolasa. Xotirjam bo'l, xohlaganingda ishla. Lekin tan ol, bitta narsani tan ol. Oramizda B2 olganlar ham bor, lekin tan olgin, sen borki bir xillarini umring davomida ishlatmagansan-ku, tan ol. Umring davomida nimaligini bilmaysan ham ishlatmagansan-ku, tan ol. Xursand bo'laman, tan olsang xursand bo'laman, bir xillarini deyapman. To'g'ri, bitta ikkitasini ishlatgandirsan, lekin bir xillarini yaxshi bilmaysan ham, nimaligini ham bilmaysan, tan ol.
Kechagina oqshomlari oy to'lin nur sochar edi, gunchalarga noyinsan. Yuzin ochar edi, yonginangga borar bo'lsam. Ey yashanglar, yaxshi. Ana endi do'stlar, hali ham 60 ta odam qatnashyaptimi o'zi? Yo kamayib qoldimi? Uxlab yordimi bir ikki kishi? Yo'qolib ketdimi bir ikki kishi? 55 ta. Ishon, boya 60 ta odamga men borku leksiya qildim. Men gapirdim, dedim, xalq dedim. Mana shu 60 tadan ham dedim, hammasi natija qilmaydi dedim. Shularda ichida 15 ta odam dedim harakat qilib, leksiyaga addushi aktiv bo'lib darsga qatnashyaptimi dedim. Shular natija qiladi dedim. Qolganlar yuraveradi dedim. Shu gapni eshitdim. Shu gapni eshita turib, bilib turib ham darsdan chiqib ketdi 5 kishi. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ryapsizlarmi? Ma'no, mantiq qayerda mana? Odamlarga farqi yo'q ekan. Men shu narsani tushundim. Aslida mana yerda nechta odam bor? Do'stlar, nechta odam bor? 144 ta. 100 kishi qatnashishi kerak o'rtacha hisobda, to'g'rimi? O'rtacha hisobda 100 ta odam qatnashishi kerak. O'ldim deganda ham ishi chiqib qoldi qolganini, pishagi o'lib qoldi, eti o'lib qolgan, molga qarayapti, bolasini emizyapti degan taqdirda ham borki 100 tasi qatnashishi kerak-da. 100 tasi. Meni bu gapimni eshitadi hali. Rekordingni ko'rsa rekordingni meni bu gaplarimni eshitadi. Xulosangga chiqar bolajonim. Natija kerak bo'lsa jonli darsga qatnash. Tamom. Boshqa hech narsa deya olmayman. Xo'p, do'stlar, men bu yerda xohlaganlaringdan foydalanib bitta gap tuzib berasizlar. Men gap aytaman. Xohlaganlaringda. Yo'q, bu yerga qo'shilmagani u 124 ta. O'zi 144 tami hali qo'shilmagani qancha? Hali bir xillar qayerga qo'shilish kerakligini bilmaydi. Qayerga qo'shilish kerakligini bilmaydi bir xillarda. U ham mayli. Birov borku kursga qo'shilyapti. Link berganman, link tashlab qo'yganman, bir kun oldin qabul qilaman. Mana link ustiga bosib qo'y desam, menga yana qayta yozyapti. Teacher link bermaysizmi deydi. Bunga nima deysizlar? Odam ko'rgan narsasiga borku bilmayapti. Ko'rib turgan narsasini ko'rmaganlikka olyapti. Bu nima deganlaring? Alam qiladigan joyida sevgim mening kechikkan, sevgim mening kechikkan sevgim. Nima g'amdir, nimadir gunoh, aybim mening nimadir eyvoh. Linkni o'ylayotgan bossami yo'qmi deb. Bo'lishi mumkin shunaqa. Ishoninglar, bunaqasi futbol tarixida ro'y bermagan. To'p havoda muallaq qolib ketdi. Mana endi qo'shilyapti mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Mana endi qo'shilyapti. Mana shu paytgacha nima qilgan shu paytgacha? Endi qo'shilyapti. Endi guruhni topib, endi discussionni topib, endi qo'shilyapti. Bunga nima deysizlar? Hali qo'shilmagani qancha? Hali qo'shilmaganlari qancha? Marhamat, gap aytaman, yozib berasizlar. Xo'p. Agar meni savolimga javob bersang,
Men sen bilan garov o'ynayman. Agar meni savolimga javob bersang, men sen bilan garov o'ynayman. Answer javob bermoq. Bet on fraza garov o'ynamoq. Xohlaganingni ishlat. Muhimi C1 daraja bo'lsin bo'ldi. Xohlaganingni ishlat. Voy, Abduvahob, answer deb aytib turibman-ku, Abduvahob. Marhamat, to'g'ri bajarganlar bormi do'stlar? Tekshiringlar, to'g'ri javob bormi? Ovoz yo'q deydimi? Ovoz bor. Ovoz faqat sizlarda yo'q. Bor. Ovoz bor deganlar qo'lini ko'tarib yuborsin. Ovoz joyida deganlar qo'lini ko'tarsin. Ey yashanglar, молодцы. Ey yashanglar. Do'stlar, qaranglar mana. Agar sen mening savolimga dedim. Mening savolimga olmoshlarni men o'tuvdim-a kecha. Nima? People jonli darslarda. Kechasi 12 da olmoshlarni o'tib berganman. Prepositionlarni o'tdim, frazalarni va mana bog'lovchini o'tyapman. I will bet on. Do'stlar, bitta narsani bilinglar. Bet on yana with bo'lmaydi. Ana shunaqa bo'lmaydi. Bu xato. Bu xato do'stlar. Bu xato. Bet on you. Bu to'g'ri. Bu to'g'ri. Mana.
Qanday tushundilaring do'stlar? Qanday tushundilaring bog'lovchilarni va bugun o'tgan if haqidagi ertagimizni? Ertagimiz bu romanimizni. Har doimgidek qiladigan ish, do'stlar, qiladigan ish. Demak, bugungi o'tilgan formulalarga doimgidek 100 ta gap tuzish. 100 ta gap tuziladi. Doimgidek do'stlar, bugun o'tilganlarga yana daftarga 100 ta gapni tuzasizlar. Daftarga yozib daftarga 1, 2, 3 deb 90, 91, 96, 100 deb yozib raqamlab, keyin rasmga tushirib, mana shu Writing Mart chat gruppiga tashlaysizlar. Yangilarga ham tegishli bu gapim. Yangilarga-da o'zi. Mana bugun qo'shilganlarga tegishli. Tushundimi hamma? Nima bo'layotganligini bilyaptimi hamma? Unday bo'lsa, kechasi 12 da bepul jonli darslarda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringga ehtiyot qilinglar.